Yer qa'rida yashiringan sirlar bor. Ularni topish esa jasoratli va sabrli insonlarga nasib etadi. Muruntoq koni namoyish etadi. Geolog bu oddiy kasb emas. Bu izlanish, kashfiyot va mas'uliyat demakdir. Har bir tosh, har bir qatlam ortida katta tarix yashiringan va buni o'qiy oladigan inson bu geologdir. Ular issiqda ham, sovuqda ham, uzoq hududlarda ishlaydi. Ba'zida kunlab, hatto haftalab izlanadi. Lekin aynan ularning mehnati tufayli yangi konlar, yangi zavodlar va yangi shaharlar, shuningdek Zarafshon, Uchquduq, Nurobod, Zarmintan kabi shaharlar geologlar mehnati orqali barpo etilgan. Geologlar yerning tilini tushunadigan insonlar. Ular bugunni emas, kelajakni izlaydi. Ular bo'lmaganda jonajon Zarafshon shahrimiz ham bo'lmasdi. Aprel oyida nishonlanadigan geologlar kuni bu nafaqat kasb bayrami, bu fidoyilik, matonat va ilmga bo'lgan hurmat ramzidir. Biz ushbu soha vakillariga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ularning mehnati yurtimiz taraqqiyoti poydevoridir. Yurtimizdagi, qolaversa, kombinatimizda o'z faoliyatini olib borayotgan geologlarni kasb bayrami bilan Muruntoq koni nomidan tabriklab qolamiz.